Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, hormanglar. Bu video murojaatim rus tilini yaxshi biladiganlar, keyin Rossiyaga qatnab yurganlar, shularga yuborib ko'ramiz. Kecha Instagramda o'tirsam, bir jo'ra bizdan kichkina avval Moskvada ishlashganmiz. Men ham Moskvaga chiqmay qo'yganimga bir 10 yil bo'ladir. Qariliq gashtini surib uyda yuribmiz. Pensiyaga chiqdik, nafaqa $100 pensiya olamiz. Hozir bir savolim bor edi. O'sham shu jo'ra bratishkalar bilan Instagramda prям efirda o'tirdik. Yani bir-ikkovini borganda bir 2 yilmi bo'ladir. Ruschani vitada so'ylab turibdi. Birov aytadi, men dedi vis metroni bilaman deydi. Birov aytadi, bizning dedi yana bir narsa dedi shilib maqtanib yotdi. Rossiyada ish bor desa, cho'pon tayog'ini ziqqanda sumkani orqalab Rossiyaga borganlarda bular. Ruscha bilaman, o'zim ish olib qo'yibman, bolalarni ishga chaqiryapti. Qarasam, 5-6 o'tiribmiz efirda. Men aytdim, men ruscha bilasanmi? Bilaman. Necha prosent bilasan? Birov aytadi 100% dedi, birov 90% dedi. O'rislarning o'zi ham 100% ruscha bilmaydi-da u. Birov aytadi, metron dedi, yarib qo'yibman dedi. Falan yerda aytsang dedi, nima borligini aytaman deydi-da. Men aytdim, ham xayolda unut dedim. Shu yerda yaxshidam sizlarga savol beraman dedim. Savolning jillisi buni rus tili muallim, so'ng ruschani yaxshi biladi, ularga yuborib qo'yasizlar. Savolning jillisi, men aytdim, ruscha bilsanglar dedim, chekida xaltaning ruschasi nima bo'ladi dedim. Ko'pisi anov deydi, munov deydi, bir narsa mishok deydi, unday emas. Chekida xaltaning ruschasini kim bilsa, kommentariyada yozib ketasizlar. Endi ko'p odam bilmayman, bilinmanda. Agar shu video 5000 like jinasa, shu chekida xaltaning ruschasini aytaman sizlarga. Hozir men Rossiyaga yaqinda borganlar u ishtonning o'ng tarsini bilmaydi u. Yana ishga chaqiraman, ish bor deydi. Falan rayonda deydi, mendan boshqa bu yerda posrednik yo'q deydi-da yaqinlar. Yaqinda bo'lsa molotok ushlab zo'rdan yuriydi, petinkani ham boshidan bosib. Kim bilsa kommentariyaga yozib ketasizlar, chekida xaltaning ruschasi nima? Agar shu video 5000 like jinasa, shu chekida xaltaning ruschasini yozib ikkinchi videoda chiqaraman, xudo xohlasa. Ruscha biladi, Allohga yuborib qo'yasizlar bu videoni. Ketdi onda.